butun dunyoda bo'layotgan hodisalar, jarayonlar, Yurtimiz xalqimiz uchun duo qilinglar. qiyomat alomatlaridan ekanligini avvalroq men bir ogohlantirib aytgan edim. Bu la'natlar O'rta Osiyoni nazarga olgan, ko'z ostiga olib qo'ygan. Yo Afg'onga qaytadan urush ko'chirish rejasi bor bularni, yo O'rta Osiyoga. Yana aytmadi demanglar-da, yoshlarga aytyapman. Ertaga shunaqangi to'polon to's boshlanib ketsa, men yana chiqib olib agar tirik bo'lsam, men nima degandim deb o'tirmaydi-da. Bular shuni reja qilyapti. 3-jahon urushini bo'sag'asda turibdi bu dunyo deb. Odamlar buni vahima, odamlarga tekshirilmagan gapni gapiryapti deb ko'p gap so'z qilishgan edi. 3-jahon urushini kichkina bir tutantirig'i boshlandi. Amerika Eronga hujum boshladi. Eron Birlashgan Arab Amirliklaridagi Amerika bazalarini uryapti. Izroilni o'ziga hujum qilyapti. Husiylar qo'shildik deyishyapti eronliklarga. Bu yerda hozir Pokiston, Hindiston va Rossiya boshqa davlatlar ham bu masalalarda o'zini gapini gapirgisi keladi. Dunyo alg'ov-dalg'ov bo'lib ketyapti. Ne zamonlarga qoldik, deydi-yu. Har ishning bir hikmati bor, har hikmatning bir sababi bor. Sabablar dunyosini eng mutlaq g'olibi Alloh subhanahu va taolo. Allohning qadaridan qochib qutulib bo'lmaydi. Allohning roziligini istagan yutqazmaydi. Allohning roziligiga qarab yuraverishimiz kerak. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Hurmatli xalq, vatan dardida yurgan qadrdonlar, akalar, ukalar, opa-singillar. Ramazon sharifni barakotli, rahmat yog'ib turgan kechalari, kunduzlari muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon, ro'za tutayotgan, ibodatlar qilayotgan, xayriya ihsonlar, qiyom, xatmi Qur'onlarda qatnashayotgan barcha yor do'st birodarlarga bu ibodatlarini, ajrini Alloh ko'paytirib bersin. Xo'p, bir e'lon bilan sizlarga yuzlanyapman. Biz aytib kelyapmiz, United MFL, ya'ni United Media Futbol Ligasi ertaga birinchi o'yinni boshlaydi. Iftorlikni qilib, Jar stadionida nasib bo'lsa birinchi o'yin. Dilshod ukamizning komandasi bilan Abror Muxtor Alining komandasi, bizning komandamiz A1. O'rtasida murosasiz raqobat bo'ladi. Ya'ni do'stona jang. Yuzga urmaslik deydi-yu. Yuzga urmaslik halol inshaalloh robbil alamin o'yin bo'ladi. United MFL O'zbekistonda birinchi marta o'tkazilayotgan tadbir. Bu tadbirga avval aytdim, 1 milliard so'm tikilgan. Taxminan $90,000 tikilgan yutuqqa. Homiylar buni tikishib, komandalardan hech qanaqangi viznos yig'masdan 16 ta komanda 4 ta guruhda o'yinlarni boshlaydi. Birinchi o'yin, birinchi o'tkazilayotgan turnir, ya'ni media turniri va bunda birinchi raqamli A1 o'yin boshlaydi. Do'stlar, bugun endi Ramazoni sharif, dunyoda shuncha talotin bo'lib turibdi. Bunga anaqaga sig'adimi deganlar bo'lishi mumkin. Albatta sig'maydi, lekin tashkilotchilar bilan kelishib, tayyorgarliklarni qilib qo'yganmiz. Bu o'yinlarni davom ettiramiz va yurtimizda tinchligidan, bo'layotgan siyosiy islohotlarni barakotidan o'rni kelganda foydalanib qolamiz. Alloh taolo yurtimizni tinchligini bardavom qilsin. Urush bu doim bo'lib kelgan narsa. Hozirgi urushlar ham
faqat xalqqa zarar bo'ladigan narsalar. Shuning uchun biz doim shu urushdan saqlanish kerak, ichki nizolardan saqlanish kerak. Tashqi dushmanga qarshi bitta musht bo'lib, bitta saf bo'lib turishimiz kerak deb ta'kidlab kelamiz. Inshaalloh biz O'zbekistonni harbiy salohiyati ham, ya'ni dushmanning hujumiga qarshi tura oladigan kuchli armiyamiz ham bor. Shu bilan birga xalqimiz ham e'tiqodda, ya'ni bitta safda. Xo'p, kecha Xomanayni ish stoli ustida o'ldirishdi. Endi musulmon odam, biz shialarni mutlaq hammasini kofir deya olmaymiz. Shialar ichida ham musulmonlari bor. Ko'ngil odami bo'lgan deyishadi. Xomanay shahid bo'ldi deb umid qilinadi. Chunki dushmanning quroli ostida vafot etyapti-da. E'tiqodlarni qiyomatda Alloh taolo taftish qiladi. Biz dunyoda ahli sunnani haq deb bilamiz. Ahli sunnada sabot turishlikka harakat qilamiz. Lekin musulmonman degan odam dushman quroli bilan dushmanga qarshi mujodalada vafot etsa, shahid bo'ldi deymiz uni. Endi Eron, to'g'rirog'i Eron siyosati to shu kunga qadar o'sha Sion tashkiloti la'natlangan qavm uchun juda qo'l kelgan tashkilot bo'lgan. Eron davlat o'laroq, davlat sifatida Sionlar uchun boshqa musulmonlarga muammo tug'dirish mavzusida rosa qo'l kelgan. Endi oxiri Eronni ham bartaraf qilish rejasi amalga oshyapti. Endi jiddiy qadam tashlayapti ular. Erondan keyin Turkiya. Va bu orada O'rta Osiyodagi davlatlarda ichki nizolarni qo'zg'ash. Ichki nizolarni qo'zg'ab xalqni oyoqlantirish. Bu siyosat ham ketyapti. Bu ham Sion la'natlanganlarni proyektini ichida bor. Qirg'izistonda Tashiyev janoblarini bekorga olib tashladi deb o'ylaysizmi? Ha? Davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan. Katta ehtimol bilan. Qozog'istonda shunaqa urinish bo'ldi. Tojikistonda harakat bo'ldi. Xitoyning rahbariga suiqasd uyushtirildi. Davlat to'ntarishiga harakat. Mana shu problemalarni o'zini ichidan chiqarib qo'yib, ular xohlaganini qilmoqchi. O'zbekistonda yo'q deb o'ylaysizmi? Ha, O'zbekistonda davlat to'ntarishiga urinish yo'q deb o'ylaysizmi? Bitta masalan fohishani keys qilib olib chiqib, atrofiga 6 ta dayusni tarafdor qilib qo'yib, xalqni ichida uni mazlum qilib ko'rsatib, xalqni oyoqlantirishga urinayotganlar yo'q deb o'ylaysizmi? Ha? Dayus degani xotinini qizg'anmaydigan degani biz hammamiz tushunamiz. Lekin vatanini qizg'anmagan ham dayus bo'ladi. O'sha xalqni ko'chaga olib chiqishga harakat qilayotgan, ichki ishlar bilan men mujodala qilyapman, ichki ishlardan o'liklar chiqdi, endi men ular bilan mujodala qilyapman deyish ma'nosi nima shuni? Shuni ma'nosi nima? Ha? Buni ma'nosi ichki ishlar odamlarni o'ldiryapti, ularga qarshi begunoh ayollarni yechintirib, ularni zino qilayotgandek videosini tarqatyapti degan fonni xalqni hissiyotiga yedirish. Yemadi, xalqimiz donolik qildi, bularni o'yini buzildi. Endi ertayu kech Abror Muxtor Aliyni sahnadan tushirish uchun aralashma deyishlik harakat qilishyapti. Go'yo do'stlar. Kecha Siroj degan bitta shunaqangi soxta axborotchi, ya'ni tarafkash, bir tarafnigina yoritib, ikkinchi taraf fosh bo'lib qolsa, men uni fosh qilishlikka majburmanmi? Men axborot matbuot kotibimanmi? Qilib bahona qilib ketaveradigan, yolg'on tarqatadigan o'sha Siroj bilan telefonda gaplashdim, ko'rdinglar. Keyin nima qildik? Bo'ldi, e'lon qilamiz dedik. E'lon qilamiz. Qani kim san taraf? Kim shu maktab direktorini gapini to'g'ri deydi? Telegram kanalimizda 5% ovoz oldi.
5%, mancha Sirojlar 5% ovoz oldi. Bor ekan 5% odam. Taxminan bilmayman endi necha ming odam qatnashdi. 20 mingga yaqin odam qatnashdi. Shundan 57% tuhmat deyapti xalqimiz. Javob bersin deyapti. Ichki ishlarga tuhmat qilyapti bular deyapti. 30% qancha ham odam qancha bo'ladi shunda? Ularda 5% bo'lsa, yoqlaganlar 57 bo'lsa, qolgani biz kuzatmaganmiz degan. Neytral odamlar, eshitmagan, ko'rmagan, qiziqmagan odamlar. Va Siroj o'zini YouTube'ga qo'yib qo'yibdi. Sirojni qo'ygan savoli, ya'ni yo'naltirilgan savol. Birinchiga Gulira'no haqmi degan savolni qo'yib qo'ygan. U testda birinchi chiqaveradi u. Mana shunaqa bu. Sirojlar shunaqangi odamlarki, har doim aldab, yegan pulini, yegan narsasini, qo'ygan kartasini, ko'proq pul tushishini ilinjida xohlagan yolg'onga rozi bo'lyapti. Meni razbor qilyapti deyapti. Men razbor qilmayapman. Xalq so'rayapti sizlardan deyapman. Do'stlar, bu keysni orqasidagi maqsad bular davlat to'ntarishi qilish rejasiga o'ynab berayotgan odamlar. Davlat to'ntarishini biz qila olmaymiz deyapti Siroj. Qila olmaysan. Davlat to'ntarishini senga o'xshagan ahmoqlar qila olmaydi. Lekin buni qiladigan odamlarning qo'lida sen asbobsan. Asbob. Davlat to'ntarishini qilmoqchi bo'lganlarning asbobisan. Sen orqali, sen instrumentsan. Sen orqali qilishadi. Sen kerak emassan. Sen o'sha ishtonni orqasidan 3-4 so'm pul yeb, bola boqib yurasan bo'ldi. Shunga loyiqsan, undan yuqori saviyaga chiqa olmaysan. Seni foydalanishib, keyin seni ishtonga ko'mishadi. Xuddi Qazzofiyni ottirib, otgan bolani o'zini ham otib tashashganga o'xshagan. Sen ham kerak emassan u inqilobchilarga. Ya'ni o'zlarini maqsadlarini amalga oshirgandan keyin sen mutlaqo kerak emassan. Lekin xalqimiz alhamdulillah aqli hushi hali unaqangi ketib qolmagan, aqli hushi joyida, dono xalq kimni nimaligini ko'rib turibdi. Xo'p, Abror aralashma deyishdan maqsadi bularni shu. Abror bularni basharasini ochib qo'ygani bularga yoqmayapti. Xo'p, mayli, bu mavzuni yana kuzatamiz. Ramazoni sharifda ro'zalar muborak bo'lsin, ibodatlar qabul bo'lsin. Ya'ni biz o'zimiz ishimizni qilishda davom etamiz. Shunaqangi tuhmatchilar, xalqni aldaydigan, hissiyotiga o'ynaydiganlar yana chiqsa, yana ularga qarshi chiqamiz. Qarang, bizni qilayotgan ishimizni qarang. Biz misol uchun deylik, Suriyada mana shu Erondagi hodisalarni orqa fonini gapirib beray sizlarga. Erondagi hodisalar Eronga to'g'ridan to'g'ri hujum qilish imkoniyati yo'q edi. Atrofda Suriya bor edi. Rossiya bilan quvvatlangan. Iroq bor edi. Rossiya bilan quvvatlangan. Shu davlatlar bor edi. Bu ikkita kuchli, o'sha yaqin sharqdagi kuchli musulmon davlatlarni zaiflashtirish uchun ichki taktikalar amalga oshirildi. Ichki taktikalarda Suriyada qo'zg'olon paydo qilishdi. Jayshul Hur degan bir armiya xizmatchilari ozodlik armiyasi deb jamoa tashkil qilishdi. Mavjud hukumatga, o'sha Bashar Asadga qarshi qo'zg'olon ko'tarishdi. Qo'zg'olonchilarning qo'liga qurol berishdi. Menimcha la'natlanganlar buni tashkil qilyapti. Shu qo'zg'olonchilarni qo'llab-quvvatlab, sizlar zo'rsizlar, agon deb qurol berishdi va Rossiya yordamga keldi, Eron yordamga keldi. Bu bizni qal'amiz, bu yiqilsa keyingi hujum bizga degan g'oya bilan Eron yordam berdi. Albatta u ichkarida Shia sunniy janjali to'poloni sun'iy shakllantirilgan edi. Chunki Shia ham sunniy ham o'z o'rnida bir bilan ko'rishsa savdo sotiq qilaveradi, oldi berdi qilaveradi. Muammosi yo'q edi.
Lekin buni diniy tus berish kerak edi. E'tiqodiy tus berish kerak edi. Shu e'tiqodli tusni berishdi. Orada IShIDni tashkil qilishdi. IShID, Daesh. U chiqib Iroqni parokanda qildi. Orada o'sha liderlarni yo'qotib berish kerak edi. Chunki liderlar yo'qolsa, xalqni boshqarish oson. Qazzofiyni qatl qilishdi. Saddam Husaynni osishdi. Qurbonlik Hayit kuni ostirishdi. Va Suriyada 15 yillik urushni tashkil qilishdi. Liviya cho'kdi. Iroq cho'kdi. Suriya qilqillab turdi, oxiri uni ham cho'ktirishdi. Cho'kkandan keyin Suriyani tepasiga kim olib kelib qo'yishdi? Ha? Biz Izrail bilan urushmaymiz degan bitta odamni olib kelib qo'yishdi. Bir paytlar Daeshni ichida bo'lgan, keyin Jabhatun Nusraga o'tgan, keyin kelib hozir Suriyani prezidenti bo'ldi, Ahmad Sharaf. Bir paytlar Juloni edi. 10 million dollar bo'yniga tikilgan odam edi. Bular xalqlarni ichida qo'zg'olon qilib, odam o'ldirib, musulmonga qayrab, zaiflashtirib bergandan keyin vaziyatni ko'ryapmiz mana. Endi Suriyada problema yo'q. Suriyani zaiflashtirib 6-7 ga bo'lib tashashgan. Liviya 2 ga bo'lingan. Sharq, g'arb yoki shimol, janub bo'lib bo'lingan. U ham o'zi bilan o'zi ovora. Iroq zotan yo'q. Iroq degan davlatning o'rni yo'q hozir. Eski davrda o Muhammad ibn Abdul Vahhoblarning kirib kelish davrida zotan Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Saudiya o'lkalari hammasi bularning izmida. Eskidan bu sistemani qilib kelishgan. Problema, muammo davlatlar Iroq bilan Suriya edi. Va shu bilan birga Eron edi. Eronni ularga bahona qilib bu ikkitasini ya'ni o'rtasida sunniy shiya problemasini ko'tarib bir-biriga o'ldirtirdi. Abu Salohlar mana shu o'yinni aktyorlari bo'lib chiqdi. Abdulazizlar shu o'yinni aktyorlari bo'lib chiqdi. Ha, Abul Validlar chiqib gapiringlarchi endi. Abul Validlar chiqib aytinglar, xalqdan uzr so'ranglar. Odamlarni hissiyotiga o'ynab, bir tomonlama yoritib, xalqni aldagan ekanmiz. Bizni ma'zur ko'ringlar. Qiyomatda bu vabol bilan ketmaylik deb yengillatinglar gunohinglarni. Yo'q, aksariyatida insof yo'q. Aksariyatida insof yo'q. Bir gap bo'lar deb ketyapti. Xuddi shu hissiyotga urg'u berib, yoshlarni Suriyaga kelinglar, mazlumlarga yordam beramiz qilib chaqirishib, mana ahvol. Mazlumni 2 karra mazlumga aylantirishdi, borib olishib. To'g'rimi? To'g'ri. Endi shuni kichkina formati O'zbekistonda qilinyapti. Kichkina formati. Abu Salohlarning o'rniga Siroj medialar chiqyapti. E'tiqodi tushunchasi boshqa odamlar, lekin Siroj o'sha axboriy instrument bilan xalqni hissiyotiga o'ynayapti. Xalqni hissiyotiga. Nimaymish? Yechintirilgansiz. Qo'pol bo'lsa ham aytamiz, siz yechintirilgansiz. Ichki ishlar sizni yechintirgan. Ichki ishlardan o'lik chiqqan. Ichki ishlarni tarafini olganlar saroy mulla. Mana shu narsalarni ko'pirtirishdi. Men hukumat ya'ni mutasaddilaridan so'rab qolaman. Xalqimizni kelajagi zimmanglarda, voy do'stlar. O mas'ullar. Bunga o'xshagan narsalarga jiddiy qarash kerak. Davlat kuchli bo'lishligi uchun xoinga jiddiy jazo berish kerak. Xoinni kechirib bo'lmaydi. Xoin bular. Bular tashqaridagi Eltuz-Meltuzga o'xshaganlar bilan aloqada bular. U yoqdan men generallarni qo'lga oldimman, ular meni aytganimni qilish kerak deb o'tiribdi anavi. Gey tuzni 3-4 ta geylari. Ular xohlaganini gapirtiryapti, axboriy maydon tashkil qilishib. Mutasaddilar bunga qarash kerak. Chunki sizlarga ishonib, sizlarni saylaganmiz. Sizlarni mana shu xalqni tepasida mas'ul ekaninglarni tan olganmiz. Bir ma'noda e'tirof qilay, hozirgi kundagi komanda zo'r. Shaxsan prezident janoblari, u kishining atrofidagi ziyoli insonlar zo'r ketyapti. Tashqi
siyosatda ham, ichki siyosatda ham O'zbekiston imijini ko'tarib boryapti. Gap yo'q. Xalq ichida ba'zi odamlar Dubayda janjal qilib, u yoqda ba'zi ishlarni qilib, imijga putur yetkazib qo'yishga harakat qilyapti, lekin baribir O'zbekiston o'zini imijini ushlayapti. Alhamdulillah. Bu xursand bo'larli. Lekin ichimizdagi xoin harakatlari, qo'zg'olonga bo'lgan urinishlar jiddiy taftish qilinishi kerak. Jiddiy taftish qilinishi kerak. Yana bitta masala, shaxsan hukumat doiralariga taklif qilmoqchiman, fuqarolik taklifim. Ko'ryapmiz, mana hozir maktab bolalari mashinani minib ko'chaga chiqib, masalan BMW mashinasini, Mercedesini otasi olib bergan, o'zi olmagan, otasi olib bergan mashinani ko'chaga olib chiqib turib poyga o'ynayapti. Bu muammo. Bularni nima deyiladi? Yo'l harakati terroristlari deyiladi. Terror bu. Yo'l harakatini terroristlari bular. Ko'chaga chiqqandan keyin yo meni akamni, ukamni, o'g'limni, bolamni, ayolimni urib ketish xavfi bor. Sizni yo meni. To'g'rimi? Ha. Bularga qanaqa jazo qo'llanilyapti? 10 sutka, 15 sutka boshqa qo'llanilyapti. Meni taklifim. Taklif. Do'stlar, shuni tarqatamiz kesib. Meni taklifim. Maktab bolalari otasini mashinasini ko'chaga minib chiqib, mana shunaqangi ya'ni hashamat odamlarga ko'z qilib, riyo qilib, haydab poyga o'ynaganlar yo'l harakati qoidasini buzgan bo'lsa, ana shu mashinani musodara qilish kerak. Musodara qilganda ikkita yo'l bor. Bittasi xalqni ko'zini o'ngida maydalab tashlash kerak. O'sha BMW'si bormi, boshqa Mercedes'i bormi, xalqni ko'zini o'ngida maqsad mashinani olib o'zlashtirish emas, maydalab tashlash kerak. Nima bo'ladi? Maqtanadigan narsasi qolmaydi. Ana bu bolachalarning kibri, dadasini bee'tiborligi yo'qoladi. Odamlar o'ylaydi. Shuni ya'ni deputatlar palatasi qonun qabul qilish masalasida taklif qilib kiritsa zo'r bo'lardi. Taklifim albatta bu. Buni taklif qilib kiritishdan maqsad yo'l harakati terrorini oldini olish. Mashinani yo'q qilmaylik, isrof bo'ladi desak, unda ichki ishlarga berish kerak uni. GAI xodimlarini xizmatiga berish kerak uni. Davlat xodimlarini xizmatiga o'tkazish kerak. Uni 102 ni yozib, palasasini chizib turib, xalqqa xizmat qilsin. Lekin shunaqangi ko'chaga chiqib olib mashinasini maqtanib poyga o'ynayotganlarning mashinasini musodara qilish kerak. Qonunga amal qilsin. Xohlagan narsasiga sakrab yurmasin. Nima demadinglar? Ha? Qiziq taklifmi? Xalqimizni o'ylagan taklif. Taklif qilib qo'yamiz. Qabul bo'lsa biz yaxshilik deb o'ylayapmiz. Qabul bo'lmasa bir zimmamizdagi bir mas'uliyatni ado qildik deyapmiz. Yaxshilik nimada ekanligini albatta Alloh biladi. Barchalarga tashakkur. Iftorlikka bugun uydagilar qaymoq buyurtma qilishgan. Ko'kchada shunaqa qaymoq sotadigan joy bor. Habibulloh degan do'stimiz bor. Zo'r qaymoq sotadi. Navbat ochirib turadi odamlar. Shunga kelgan edim. Qisqaroq shu narsalarni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Alloh taolo haqdan ayirmasin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Dini diyonatda, rushdi hidoyatda, millatni xizmatida turishimizni Alloh nasib qilsin. Xomaniyga bir shoirni turkcha aytgan she'ri bor. Xomaniyga aytganki, yuzingga qaradim, oy chiqdi. Maydonda menga qarshi toy chiqdi. Hammaga baxt ulashilayotganda menga hasrat pay chiqdi degan. Ajoyib. Bizga hasrat pay chiqqan do'stlar. Biz xalqimizni dardida, g'amida, tashvishida yurishlik taqdirimizda bor ekan. Va bu sharafli ish. Sharaf bilan inshaalloh bu yo'lda davom etamiz. Nasib shu yo'lda o'lamiz. Shuni orzu qilganmiz. Albatta shahodatni orzu qilmagan musulmon munofiq bo'ladi. Shahodat astoydil orzu qilsangiz, to'shagingizda yotganda ham kelaveradi. Alloh taolo barchamizni o'zi rozi bo'ladigan yo'lga muvaffaq qilsin.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.